chasing the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Better believe in your mind, cause it's everything. You can mold, shape, find almost anything. All it takes is some time and some clarity to find your identity. It's mind over everything. You can see the writing on the pavement. Young kids, they're growing up in basements. Online, a whole new generation. I'ma make time, so you better go take it. When I feel like they need a new replacement. When I feel like this, I'm a immortal. When I feel like this, I'm a generation. Don't be scared, just step it up. To my face while he's looking back. Mirror breaks after math. When I hate, I attack. When I feel like this, I'm immortal. When I feel like this, I'm immortal. And when I feel like this, I'm immortal. 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 Don't be scared, just step it up. Don't be scared. Bildigim uchun kechir. Kechirasan-ku, to'g'rimi? Rahmat. Bo'la qol. Shu mahalgacha nima qilding? Yo xudo. Oyi, oyoq kiyimimga nima bo'ldi? Yo tavba, tomdan suv tushgan ko'rinadi. Bu ahvolda butun uy rasvo bo'ladi-ku. Ichi suvga bo'kibdi. Mana buni kiyishingga to'g'ri keladi. Istamayman. Nega yangisini kiyging kelmayapti? Baribir bugun xizmat safariga jo'nayman deyapsan-ku. Shunchaki kiygim kelmayapti. Buning eskiligidan rangi ham o'chib ketibdi. Bir qara. Hech qisi yo'q, oyi. Juda g'alatisan-da. Telefon quvvatlagichingni oldingmi? Unutibman. Ol deganda olsa-da. Prezidentimiz 20 yoshligida, hali prezident emas, oddiy Xantaysan bo'lganida ham birga yurardim. Bu safar aniq uning omadi keladi. Butterfly Capital'dagi g'alabasi esingizdami? Kim ham ularni bizga keladi deb o'ylabdi. Bir tarafdan yengiladigandek tuyulgandi, ammo bir zarba bilan ularni ortiga qaytarib yubordi. 24 soat prezident bilan birga yurgan bo'lsam ham mutlaqo sezmabman. Hech kim prezidentimizni qanday yurish qilishini taxmin qila olmaydi. Shunday. Favqulodda aqlli bo'lsa kerak. Mulohazasi kuchli. Ha, u cho'chitadi. Buni o'zlashtirib bo'lmaydi.
Hayvonlar shunday instinkt bilan tug'iladi. Bir gapni aytaymi, u oldingi hayotida yo'lbars bo'lgan. Bir nechta odamga bas keladigan yo'lbars. Biz yo'lbars prezident bilan xizmat safariga ketyapmiz. Mido, xizmat safariga tayyormisiz? Albatta. Tayyor bo'lsanglar ketdik. O'tir. Mido, balki oynani oldida o'tirishni istarsan? Yo'q, rahmat. Juda farosatliman-da. Uzr. Sumido, kel. Joy almashamiz. Menga biron qimmatbahoroq va noyobrog'ini ko'rsatsangiz, yangi chiqqan bo'lsa yana ham yaxshi. Albatta. Tepaga chiqib taqib ko'raman. Biror nima bo'ldimi? Yigit qizni qo'lini so'radi. Marhamat, o'tiring. Odamlar nimalarni o'ylab topishmaydi. Ko'rishni istaysizmi? Belgilab qo'yilgani nima? Ha, bu so'rov so'nggi daqiqalarda kelib tushgan. Xona bo'sh bo'lganligi uchun ularni qabul qila oldik. Qizni qo'lini so'rabdi-da. Ha. Ular bu oydagi eng chiroyli juftlik bo'lishdi. Ularni taniysizmi? Prezident qahvaga ketsa-yu, sizlar hali ham qolyapsizmi? Chindan uxlayapsizlarmi? Bas qiling. Nima? Unday qilmang. Qo'lga tushdik. Hozir men uxlayapmanmi? Bu haqida birinchi sen biladiganga o'xshaysan. Kompaniyaning maxfiy juftligi. Midoning qallig'i sizmisiz, prezident? Kechirasan. Senga avvalroq aytmoqchi edim, faqat bu ishimga halol bermaslik uchun sir saqladim. Ishda noqulaylik tug'ilishini istamadim. Endi unga ish ham buyura olmayman. Bunga hojat yo'q. Endi u Somido emas, ustozning rafiqasiga aylandi. Ustozning rafiqasi? Iltimos, hozircha buni kompaniyadagilardan sir saqla. Sendan boshqasi bilmaydi.
Mana kalit. Uchta xona olish pulni behuda sarflash emasmi? Balki sen bilan bir xonada turarmiz. Rad qilishga majburman. Somido bilan barcha odob qoidalarga rioya qilyapmiz. Ketdik. Men bu yoqqa. Rejalaringiz qanday? Men golf o'ynagani boraman. Men qaynar buloqqa boraman. Men sayr qilaman. Yaxshi, unda dam olinglar. Kechqurun ko'rishamiz. Kechki ovqat mendan. Xonang bu yoqda. Dam ol. Kechroq qo'ng'iroq qilaman. Yaxshi. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade away. Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Got a build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you but I can't control the pain. If you're sticking by my side maybe we could be okay. Okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade away. As you fade away. Like nothing I felt, my mind overwhelmed. I think that I'm broken but I hope you can't help. I know I'm not perfect, but some days I feel far more worthless. Baby, you make me feel nervous. If I still have you, I have purpose. It's all worth it. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. I guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade away. As you fade away.
Trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray. Mendan ko'ra ancha yaqinga o'xshaysizlar. Xo'sh, ruxsat berasizmi? Agar seni o'rningda bo'lganimda borishiga qarshilik ko'rsatmasdim. Ammo meni vaziyatim boshqacha. Yaxshi ko'rgan insonim chet elga ketayotganini aytishi men uchun tashvishli. Nimasi tashvishli? Midoni ilk bor ko'rganimdayoq yoqtirib qolganman. Demak, uni qo'yib yuborish niyatingiz yo'q. Ketishiga rozilik bildirdim. Ammo ochig'i fikrim vaziyatni o'zgarib, yonimda qolishidan umidvorman. Yomon odamman-a? Uni yaxshi ko'rsangiz, qarorni hurmat qilmaysizmi? Unga mendan ko'ra ko'proq qayg'urasan shekilli. Yig'lama. Medo, xonangdamisan?
Mido, uxlayapsanmi? Kechir. Ket. Eshitaman. Qayerdasan? Xonamda. Ovqatlanamizmi? Mido bilan gaplashim bilan seni ham chaqiraman. Kelishdik. Mido. Qayerdasan? Janki uchuvimiz ovqatlanamizmi deb qo'ng'iroq qilgandim. Xonamdaman. Shunaqami? Hozir chiqaman. Ha, Jankiga qo'ng'iroq qilib uni ham chaqira olasanmi? Janki? Ha? Bu yerda nima qilyapsan? Bakal olib kelishni unutibman. Xonada 2 dona ekan. Ha, to'g'ri aytasan. Har birimiz uchun alohida bo'lish kerak. Sal qolsa men ham unutibman. Juda tez kelibsan. Hozirgina Midodan chaqirishini so'ragandim. Ha, Mayli olib chiq. Men ham xonamdagini olib chiqaman. Axir ular yoki faqat meni xonamda to'rttamikan? Midoni xonasida bakal 2 dona deganmiding? ularni oddiy stakan bilan adashtiribman. Tushunarli. Nega qo'ng'irog'imga javob bermading, Mido? Shundoq eshiging oldida turib qo'ng'iroq qildim. Telefoning ovozini ham eshitdim, ammo javob bermading. Yuvinayotgandim. Qaynoq vanadan qaytdim deb aytmaganmiding? Bu yerdan kelib yana yuvindingmi? Qaytayotganimda ustimga narsa to'kib yubordim. Shunaqa-de. Bu darajada ozoda ekaningni bilmagandim. Hayotim oson kechmaydi shekilli. Ana bu gulmi? Uni Midoga sovg'a qildim. O'zi istagan muvaffaqiyatga erishishini tilayman. Mido, firmadan qo'ng'iroq qilishdimi? Nega qilishlari kerak? Bilib bo'ladimi? Yo'q. Tinchlikmi? Nimadan buncha tashvishdasizlar? Ertangi muhim uchrashuvni yuki bosyapti shekilli. Xavotirli yer yo'q. Sen ham cho'chiyapsanmi? Yo'q. Hech unaqaga o'xshamaydi. Issiq vannada o'tirganimga lohaz bo'lyapman shekilli. Kechki ovqatni birga qilsak degan. Men o'z xonamda ovqatlanmoqchiman. Sizlar istagan yeringizga boravering. Shunaqami? Senchi? Men ham dam olmoqchi edim. Keling, buni ertangi uchrashuvdan keyinga qoldiraylik. Mayli, ixtiyoringiz.
Loyal Investment Koreyaga tashrif buyurdi. Ertangi uchrashuv juda muhim. Nihoyatda e'tiborli bo'ling. Xo'p bo'ladi, bajaramiz. Ikkita bo'yin bor. Qay birini tanlashni bila olmayapman. Sen nima deysan? Bunisi. Bunisimi? O'zim ham shunday deb o'ylagandim. Chunki mana shunisi ko'proq ma'qul kelayotgandi. Fikrimiz bir joydan chiqdi. Har tonga mana shunday boshlanishini istardim. Oyoq kiyimingga nima qildi? Dog' bo'libdi, artsam ketmayapti. U yerda nozik mehmonlar bo'ladi. Boshqa oyoq kiyiming yo'qmi? Ana, bor ekan shekilli. Mana, hatto yangi ekan. Dog'i deyarli sezilmayapti. Yangisi turganda uni qo'y. Kiyib ol. Kiya qol. Yaxshi uxladingmi? Ha, sizlardan so'rasak. Yomon emas. U menga bo'yinbog' tanlashimda yordam berdi. Avvallari birovning maslahatiga amal qilmasdingiz. Ketdik, kech qolishimiz mumkin. Mido. Oyoq kiyiming chiroyli ekan. Xayrli kun. Men Pek Sojuman. Tanishganimdan xursandman. Seuldagi eng zo'r joyni tanlashga harakat qildim. Ma'qul keldi degan umiddaman. Bundan xursandman. Xo'sh, qaynoq choyga nima deysizlar? Sizlarga Koreyadagi ulkan galereyani ko'rsatmoqchiman. Uchrashuvdan keyin ayollarimizni sog'lomlashtirish markaziga olib boraman. Rahmat. Xonim. Gaplashmaganimizga ham ancha bo'ldi. Loyal Investment vakillari hali ham kelishmadi. Nega u yerga borishlari kerak ekan? Nima? Ular 2 kecha va 3 kunduz Kanvandoda bo'lishadi deb o'ylagan edim. Biz bu yerda kechadan beri tayyorgarlik ko'ryapmiz. Hamma hamkori bo'lganimda borishardi. Hozir esa biz sherik emasmiz. Bundan xabaring yo'qmidi? Unda bugungi uchrashuv nima bo'ladi? Ularni o'zim yaxshilab mehmon qilyapman, xavotir olma. Bu nima deganingiz? Sarmoya kiritishlari uchun munosib firma izlayapman deganim. Shu ishingiz insofdanmi? Bu men o'rnatgan aloqalar. Endi Xanga raqibman. Nega unga yordamlashishim kerak? Men uchun ham Xanga g'amxo'rlik qil. Umuman tushunmayapman. Aytgancha, u yerlar baliq ovi uchun juda mos. Qaytishdan avval albatta balig'idan tatib ko'ringlar. Gul yoningda ekanida qadriga yet. Xonim, mehmonlar kutishyapti. Nima dedi? Boshqa odamlar bilan tanishtirayotgan ekan. Endi prezident Xanga
raqib emish. Yosh bolani ish bu. Ketishdan oldin xom baliq yeyishimizni maslahat beryapti. Gapida jon bor. Kelinglar, tushlik qilamiz. Prezident ham Biznesda hamma narsa bo'lishi mumkin. Hechqisi yo'q. Seulga qaytgach, Pek Soju bilan uchrashaman. Keragi yo'q. Uchrashma. Prezident, bu biznes. Biznesda shaxsiy munosabatlarni ishtirok etishi bu yosh bolalikdan boshqa narsa emas. Kerak bo'lganida so'rab, to'xtash kerak bo'lganda to'xtay bilish kerak. Soju bilan aloqani uzdik. Bunga tayyor bo'lishing kerak edi. Uni sizda ko'ngli borligini bilarmidingiz? Nega buni muhokama qilishimiz kerak? Buni bilgansiz. Ammo maqsadingiz yo'lda undan foydalanishda davom etasiz. Chegaradan chiqyapsan. Bas qil. Pek Sojuni bunday keskin yo'l tutishiga asosli sababi bo'lgan. Bu raqibning ishi emas, aldangan ayolning ishi. Bu haqida gapirish senga emas. Qaytamiz. Ketdik. Telefonda gaplashganingni eshitdim. Fikrlari o'zgarib qolibdimi? Bu haqida gaplashishni istamayman. Xantesanni sevasanmi? Undan minnatdorman. U senga munosib deb o'ylamayman, Mido. U senga ham yordam bergandi shekilli. Ha, u yaxshi inson. Faqat seni tenging emasligini nazarda tutdim. Buni o'zim hal qilaman. Gaplarimni tushunmayapsanmi? Men ham seni sevaman. Janob Xanni yaxshiliklarini unutdingmi? Unga pand berishga haqqing yo'q. O'rtangizdagi munosabatni bilardim. Poyezddagi iqror menga yangilik emasdi. Unutishga harakat qildim. Ammo bo'lmadi. Turmushga chiqish uchun orzuyingdan voz kechdingmi? Bu o'zingga nisbatan zulm emasmi? But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nightmares, sitting right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever want. Uchrashuvga taklif qildingmi? Gaplashib olmoqchi edim. Pek Soju haqida bo'lsa, eshitishni ham istamayman. U haqida emas. Unda nima? Stage Plus'ga borganmidingiz? Ularga nima dedingiz? Ishing bilan qiziqqandim. Hammasi siz istagandek bo'ldi. Ya'ni Meni ishga olishdan voz kechishdi. Shu yakshanba uylanmoqchimidingiz? Somido, menimcha yanglishyapsan. Ularga nima dedingiz? Bo'shatishlarini so'raganmidingiz? Hech qachon bunday qilmayman. Unda nega bordingiz? Ortidan akasimi, qarindoshlarimni keladigan xodimni kim ham ishga olishni xohlardi? Shoshma, avval borib nima bo'lganini bilib kelay. Hammasi tugadi. Chindan juda afsusdaman. Sizningcha bu muhabbatmi?
majburan yoningizda olib qolish aqldanmi? Taslim bo'ldim. Endi istaganingizni qiling. Barcha aytganlaringizni bajaraman. Xohlang shu yakshanba, xohlang shu oy nikohdan o'tamiz. Nima desangiz shu bo'ladi. Shokoladli va mazali djem. Eshitaman. Janhi, bolalikda ham bilan tushgan suratlarimizdan qolganmi? Shuni bilmoqchi edim. Nega edi? Ulardan kompaniyani yillik bayramida foydalanmoqchi edim. Video rolik uchun kerak-da. Qayerdadir bo'lishi kerak. Bugun olib kela olasanmi? Kechroq, hozir uy tozalayapman. Kitob do'koni egasining qizi esingdami? U chindan ham qarzini uzish uchun ishlayaptimi? Menimcha unga befarq emassan. Chindanmi? Kimni tanlashingdan qat'iy nazar qo'llab-quvvatlayman. Feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me, hope you're ready for